Yaxshi qiz, yaxshimisiz? Mana shu yaqin atrofda qabriston qayerda bor, bilmaysan? Ha? Qarang, hozir ana bola nima so'rash, sizdan deb o'bukim so'rab qolishsa-da, yo'l so'radi deb aytavering, xo'p? Faqat aytib qo'ymanglar, xo'p? Kim bor ey? Yordam berib oringlar. Uy. Yordam berib oringlar, kim bor? Yetolmayapman. Qarab oringlar ey. Yordam berib oringlar, kim bor? O'lib qolaman hozir. Yordam bering, ochoring tezroq. Ochoring. Sizdan hozir biror kim yo'l so'rab kelmadimi? Ha? Nima bo'lganmisiz? So'rab kelmadimi? Qani ko'rmadingiz-a, esichu. Bu do'ring, hop, iltimos. Hop. Hasan Toshni qizi yuragiga chiqib ketdi. Baqirganda men qo'rqib ketdim. Bunday qo'rqmasmidi? Xudo akalar, yomon qo'rqib Keling. Qani, kamerani endi olib keldim oldingizga. Unaqa emas-da. Video postga olayman, kafiyat. Shunda biz yo'nalish shunaqa to'g'ri tushunasiz, maylimi? Men ham sizlarni qo'rqib yo'q deymi? Yo'q, agar rozi bo'lsangiz qo'yamiz, yo'qsa qo'ymaymiz. Mayli aka. Maylimi? Joningiz sog' bo'lsin. Agar kafiyatingiz ko'tarilgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yingizga. Xo'p deganingiz uchun TikTok'ga qurutlar nomidan sizga hadya. Do'konchi akalarimiz uchun juda ham katta yangilik. Agarda siz TikTok'ga qurutlarida birgalikda hamkorlikda ishlasangiz, oddiy qurutlarni xarid qilib, konditsioner, telefon, televizor va bundan tashqari 100 xildan oshiq maishiy texnika yutib olishingiz mumkin. Buning ichiga voucher qo'yishgan. Agarda siz 5 ta qopchada xarid qilsangiz, xatyabi bitta konditsionerli bo'lasiz. Bunaqasi faqatgina TikTok'ga qurutida bo'ladi. Hamkorlik qilmoqchi bo'lgan aka-ukalar, opisaniyada TikTok'ga nomerini qoldiramiz. Bog'lansani biz juda ham xursand bo'lamiz, chunki o'zimizning Namanganning mahsuloti biz bilan poddeshka qilmasa, kim poddeshka qiladi? Obuna bo'lib, bitta like bosib qo'ying. Hammaga rahmat. Sizga ham kattakon rahmat. O'zbekistonda hali bunaqa prank bo'lmagan. Hasan Fotima Zuhra birinchi qism. Hozirda o'qilamiz. Korzinkaga kiramiz. Ikkalovligi narsa xarid qilishadi, pul to'lab chiqib ketishadi. Xuddi o'sha narsani olib turib, biz pul to'lamasdan chiqib ketishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Nima deb o'ylaysizlar? Sotuvchi sezadimi, sezmadimi? Agar kayfiyatingiz ko'tarilsa, bitta yurakchani bosib qo'ying. Kasr ko'rib qolmadimi? Ozgina qoldi lekin. Nima olamiz? Nima olamiz? Alliboy narsa o'raydi. O'tgan safar jilet oluvdik. Bu safar ikkita Rafael olamiz. Xullas, bittasi sizlarga, bittasi bizga. Birinchisini chiqib ketasizlar, keyin orqonidan biz chiqib olamiz. Salafanga soldirmaysan faqat. Tushundingmi? Salafanga soldirmaysan. Qara, men pulni to'lab chiqib ketaman, sen to'lamaysan. Biz to'lamaymiz. Davay, omon. Yuring. Ko'ramiz nima bo'ladi. Assalomu alaykum aka. Qorninglar, shuni hisoblab bering. Charchamayapsizlar? Yo'q, paket charchamayapman. Yo'q. Nech pul aka? 100. Hoppa, ana. Rahmat aka. Bo'ldi, ular o'zi olib ketdi. Bildirib qo'ymaylik, hop. Ketdi. Aka, mana salafanga solib bermadingizmi? Ha. Nima bo'ladimi? Yo'q, katta beravering. Rahmat aka. Izralekin aka, qattiqmi? Bilmadim. Ha, bilmadim. Pulni berib o'ynaysan? Ha, pulni berdi. Qadrdonlar ko'rib turganinglar, sotuvchi akamiz sezmadilar. Endi nima qilamiz borib? Pulini to'laymiz. Ketdi.
Aka, sizlar sotib olingan narsaga pul olinmaydimi? Yo'q. Ha? Nega? Yo'q, biz просто Hasan hisobotimiz o'g'rilar. Короче, prank qiluvdi aka. Mana bu narsalaringiz nima deymiz endi? O'zim ham g'alati ketdi to'g'risi aka. Noto'g'rishingiz. Agar sizlarni ham tabiatingizni ko'taradigan bo'lsa, bitta yurechani qizartirib qo'yamiz. Fotima Zuhrolar uchun lekin отдельный like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xijolatli bo'lyapti. Shuni bolaga qarab turolmaysiz. Shuni o'tib keling, aka. Iltimos. Shashilishizda aka. 2 minutda kelaman, yengil aka. Tezda kelasiz. Ha, yig'lavermasin, o'ynashib turing, aka. Iltimos. Dur aka. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmat aka. What? Aka, O'yin qilyapsizlarmi shu? kim bilan o'yin qiladi aka? Odam bo'lsa, kim bo'ladi aka? Kamera qo'ymadardi. Yo'q, kamera bor. Hasanmiz aka. Insta blogerimiz, videoni bizga joyingiz rozi bo'lsangiz aka. Mayli aka. Hozir o'jolatchi. Aka, sizlardan olimcha qizga prank qildi. Aktivi biz olish Qirg'izistonlik. Sizlarni kim o'zi? Ya bo'ldi, yig'lamaydi aka. Aka, qarang. Qirg'izistonda necha ming aholi bor aka? 6 million. 6 million. 5,5 million. Ikkala o'ylan topamadinglar aka. Ana mana shu video like orqali Qirg'izistonda necha ming aholi borligini bilib olamiz. Ketdimi? O nega? Va videoga bitta like bo'lsa, yaqinlarga yuborib qo'yamiz. O'zbekiston! Qirg'iziston! Bitta baydashkani ko'rsatib yuboradigan joyi. Akalar, addusi. Rozi bo'lasizlar aka. Gapini so'kmaylik lekin, aka. Qaranglar lekin. Bo'lano. Aka, assalomu alaykum. Yordam berib yuboring, iltimos aka. Shu olib kelaman, bakalasga dedi. Shuni yordam berib yuboring, iltimos aka. Aka. Tinchlik. Nega yo'qotasiz? G'alati emasmisiz siz? Siz normalsiz, nima uxlayaptimi, uyg'otyapsiz? Tovoq boring, nari yo'q. Qarang, sizlar dastingizdan bitta chekka joyda uxlab ham bo'lmaydi. Okey. Assalomu alaykum. Bir minut vaqtingizni oling, iltimos. Mazam qochib shundan ketib qoldim. Shuna yordam bering, tez yordam olib kelaman, okey? Iltimos. Brat. Ha, okey. Assalomu alaykum. Siz hazırlashyapsiz, uxlayapsiz, uyg'otyapsiz-ku mana. O'yin o'ynayapsiz. Nima hozir aytib ketdingiz, sherigingiz? Kim siz bilan o'ynaysiz? Yosh bolaman men. Nima bo'lish kerak? Nima qilyapsiz? Bor boshqa joyda o'ynaysiz. Yo'q, bormi o'g'ri? Mana nima bo'lish? Bilmayman, uyg'otyaptilar. Ne uyg'otyapsiz? G'alatiroqmisiz? Yo'q, saqasamiz aka. Kamera qo'ymayapsiz. Yo'q, kamera bor. Prank. Videoni bizga olingiz, rozi bo'lasizlar. Qachon ko'tarildimi aka? Rahmat, ishingizdan qo'ying. Nima deb o'ylaysiz? Emotsiyali bo'ldi aka. Gap yo'q. Qadrdonlar, kayfiyatingiz ko'tarilgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yinglar. Biz Hasan Husanmiz. Men Hasanman. Men Husanman. Hozir sizlarga bitta gap aytsam, menimcha bu gapga
hech kim ishonmasa kerak. 29 yoshga kirgan bo'lsam, shu yoshimgacha hali biror marta telefon xarid qilib, telefon ishlatmaganman. Hozir bu gapimga sizlar ishonmasliginglar mumkin, lekin bu gapimga sinfdoshlarim, kursdoshlarim, qarindosh urug' mahalladagilar juda yaxshi bilishadi. Va nihoyat 29 yoshimda telefon ishlatishga qaror qildim. Bu videoni qo'yishimdan maqsad sizlar bilan birgalikda emotsiyamni bo'lishkim keldi. Jigar, bu videoga bittadan like bosib, kommentariy qoldirsangiz juda ham xursand bo'laman. Hozir sizlar bilan birgalikda emotsiyani ko'ramiz. Qanaqa bo'lar ekan? Ketdi? Ketdi. O'zi Chorsidagi Gazsen to'g'risidagi Sultan telefon markaziga keldi. Sen bilsan bilasan, o'zim prostoy telefon ishlataman, lekin senga iPhone olib ketdi. Nasibingiz. Okay. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zim charchaman. Telefon aytib qo'yishganmidi? Aytishgan. O'y tikkanmi? Qaltiroq qo'ydi. Men sizlar bilan birgalikda qani ochamiz endi qanaqa bo'ladi? Hayotida birinchi marta telefon o'tish. Okay, mana aytdim-da, uchirasan. Bismillahirrohmanirrohim. Aqli o'tishi bilmaydi o'zi, okay. U pulni chiqmaydi. Ke, bo'ldi. Xullas o'xshata olmaydi. Ha, o'xshata olmaydi. Nima deymiz endi? Даже o'tishi ham bilmaydi bu. Bu g'alati ketmaydi, qo'li bunaqa telefonda. Qani bismillahirrohmanirrohim. Ana, nesqushinlarga bitta like bosib qo'yamiz. Lekin hammadan, yaqinlarimdan kommentariy kutib qolaman. To'chini bilaman, hozir bu videoni ko'rayotganda kommentariyaga albatta kirishadi. Yaqinlarimdan izohinglarni kutib qolaman. Shu paytgacha telefon ishlatganmanmi, ishlatmaganmanmi? Albatta kommentariyada yozib keting. Kommentariyadan bilib olishadi, sen telefon ishlatsanmi, yo'qmi? Ha. Lekin nihoyat nasib qildi. Hammaga nasib qilsin, o'sha havasgarlar bitta like bosib qo'yamiz. Ma'lumot o'rnida aytib ketamiz, agarda siz birgina pasport bilan mobil savdoga kelsangiz 2008-yildan boshlab istalgan turdagi smartfonlarni Voit Pro Max'larni ham xarid qilib chiqib ketsangiz bo'ladi. Eng qizig'i, PNV foiz taqiqlasiz xarid qilsangiz bo'ladi. Boshqa telefon do'konidan telefon xarid qilgan bo'lsangiz ham bemalol mobil savdoga kelib, o'z telefoningizga xarid qilib olib ketsangiz bo'ladi. Bu videoni telefonni qaydan olishni bilmayotgan do'stingizga yuborib qo'ying. Mobil savdo ishonchli tanlov. Ekrandagi nomerlarga telefon qilib, bemalol любой telefonlarni xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Bitta pasport evaziga. Ha, aytgancha videoga like bosish esingizdan chiqmasin. Hammaga rahmat.